Assalomu alaykum barchaga. Bugun sanoq sistemalari haqida asosiy tushunchalarga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni sanoq tizimi nima? Bu sanoq tizimi sonlarni yozish va o'qish qoidalari majmuasi. Biz kundalik hayotda foydalanayotgan o'nlik sanoq tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda 0 dan 9 gacha bo'lgan 10 ta raqamdan tashkil topgan, bu raqamlar yordamida esa cheksiz sonlarni hosil qilishimiz mumkin. Bu biror bir tabiiy narsa emas, odamlar shunchaki standart sifatida kelishib olingan narsa hisoblanadi. Sanoq tizimining asosiy tushunchalariga to'xtaladigan bo'lsak, bu asos, ya'ni sanoq tizimida ishlatiladigan raqamlar soni. O'nlik sanoq tizimiga 10 ta raqamdan tashkil topgan, ya'ni 0 dan 9 gacha bo'lgan 10 ta raqamdan tashkil topgan. Endi tasavvur qiling, ikkilik sanoq tizimida asos 2 bo'ladi va bunda 0 va 1 raqamlardan tashkil topgan, ya'ni ikkita raqamdan tashkil topgan. Agar bizda 8lik sanoq sistemasi bo'ladigan bo'lsa, buning asosi 8 hisoblanadi va 0 dan 7 gacha bo'lgan raqamlardan tashkil topgan ekan. Sanoq tizimida ishlatiladigan raqamlar soni nechta bo'lsa, uning asosi shuncha bo'ladi. Raqam va sonning farqi. Bu yerda raqam va sonning farqiga to'xtaladigan bo'lsak, raqam bu takrorlanmaydigan belgilar hisoblanadi. Raqamlar kombinatsiyasidan esa sonlar hosil bo'ladi. Bu yerda mana 57 sonni ko'rib turibmiz. Bunda demak 5 va 7 raqamlarining ishtirokida 57 soni hosil bo'lgan. Kompyuter va kundalik hayotda uchraydigan asosiy sanoq tizimlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda mana 2lik, 4lik, 8lik, 10lik, 16lik sanoq tizimlari keltirilgan. Biz sodda tushunarli bo'lish uchun bu kundalik hayotda ishlatadiganimiz bu 10lik sanoq tizimidan boshlaymiz. Ya'ni 10lik sanoq tizimida to'xtaladigan bo'lsak, bunda aytib o'tganimizdek 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlardan tashkil topgan ekan. Ya'ni 10 ta raqamdan tashkil topgan. Raqamlardan kombinatsiyasidan esa sonlar hosil qilamiz. Ya'ni 10, 11, 12 va hokazo o'sish tartibida cheksiz davom etishi mumkin. Ana endi o'sha 10lik sanoq tizimining o'rniga biz 2lik sanoq tizimini tasavvur qilib ko'ramiz va bunda e'tibor beradigan bo'lsak, 0 va 1 raqamidan tashkil topgan. Endi bu qanchagacha sonlari qanchagacha davom etadi deb o'ylashimiz mumkin. Bu ham cheksiz ekan. Ya'ni 0 va 1 raqamlaridan iborat kombinatsiyada cheksiz sonlarni hosil qilishimiz mumkin. 0 va 1 raqamidan so'ng raqamlar kombinatsiyasidagi sonimiz boshlanadi. Ya'ni birinchi sonimiz endi sonimiz bu 10, 11 va 2 xonali bu yerda tugadi. 3 xonalimiz boshlandi. 100, 101, 110, 111. 3 xonali sonlarimiz ham tugagandan so'ng 4 xonali sonlarimiz boshlandi e'tibor qiladigan bo'lsak. Ya'ni raqamlar kombinatsiyasida o'sish tartibida sonlarimiz ketyapti. Endi 4lik sanoq sistemasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu 4lik sanoq tizimi 0 dan 1, 2, 3, ya'ni 4 ta raqamdan tashkil topgan. 3 raqam son sifatida ham olish mumkin. 3 dan keyin raqamlar kombinatsiyasida demak bizda 10, 11, 12, 13. 13 dan keyin demak 10, 11, 12, 13 shaklda biz sonlarni hosil qildik va bundan so'ng 2 yordamida hosil qilamiz. Ya'ni 2 0, 2 1, 2 2, 2 3 va bu ham yakunlandi. Bundan so'ng 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, ya'ni o'sish tartibida davom etib ketar ekanmiz. Bundan keyin qaysi son kelishini tasavvur qiladigan bo'lsak, albatta bu yerda 100 soni kelar ekan. 8lik sanoq sistemasiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda demak ko'rib turganimizdek 0 dan to 7 gacha raqamlardan tashkil topgan. Bu raqamlardan so'ng esa raqamlar kombinatsiyasidagi sonlarimiz boshlangan. Misol uchun 10, 11,
12 o'sish tartibida davom etar ekan. 17 sonidan keyin albatta bizda 20 soni kelar ekan. Endi 16lik sanoq tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, 16lik sanoq tizimi bu 0 dan to 9 gacha bo'lgan bizning o'sha 10lik sanoq tizimimizdagi raqamlar va 16likka raqamlar yetmayapti va bu yerda A, B, C, D, E va F harflarini raqam sifatida foydalanar ekanmiz. Ana endi F raqamidan keyin har doimgidek raqamlar kombinatsiyasidagi sonlarimiz boshlanadi. Ya'ni bu yerda 10, 11, 12 va hokazo davom etib ketadi. 19 ga borganimizda bizda bir bilan bog'liq raqamlarimiz tugamas ekan. Ya'ni 1A, 1B soni, 1C soni va bu yerda 1F sonigacha borar ekan. 1F sonidan so'ng navbatdagi ya'ni 20, 21 shaklda davom etar ekan. Qachonki bizda 2F ga boradigan bo'lsak, demak, bundan so'ng 30 soni hosil bo'lar ekan. Demak, sanoq sistemamiz mana shunaqangi raqamlari kombinatsiyasidan sonlarni hosil qilish yordamida cheksiz davom etishi mumkin ekan. Endi bizda sanoq tizimlari ikkita katta guruhga bo'linar ekan. Bu birinchisi pozitsion sanoq tizimi va nopozitsion sanoq tizimi. Pozitsion sanoq tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda sonning nafaqat qiymati, balki uning raqamning qiymati, balki uning sondagi joylashish o'rniga ham bog'liq ekan. Ya'ni bu yerda ko'radigan bo'lsak, 47 sonida 4 raqami bu yerda 4 ta 10likni bildiryapti. Bu yerda 407 sonidagi 4 raqami esa bizda 4 ta 100likni bildiryapti. Demak, bunda 4 raqami turli pozitsiyada kelib, qiymatlari har xilligini bildirayotgan ekan. Bu demak bizda pozitsion sanoq sistemasiga kirar ekan. Hozirgi kunda eng ko'p ishlatiladigan tizim bu pozitsion sanoq tizimi ekan. Ikkinchi sanoq tizimimiz bu nopozitsion sanoq tizimi hisoblanar ekan. Nopozitsion sanoq tizimi raqamning qayerda kelishining ahamiyati yo'q, ya'ni bir xil qiymatga egaligi bilan ajralib turar ekan. Bunga misol sifatida rim raqamlarini olishimiz mumkin. Rim raqamlari 1 ni I harfi shaklida, 5 ni V shaklida, 10 ni X, 50 ni L, 100 ni S, 500 ni D va 1000 ni M harflari bilan belgilanar ekan. Endi rim raqamlarda 3 sonni hosil qilishimiz uchun bizda 3 ta I harfini yozadigan bo'lsak, bu ko'rib turganingizdek 3 sonni hosil qilyapti. Endi 8 sonni hosil qilish uchun mana misolda ham ko'rib turibmiz. Demak, bitta 5 va 3 ta 1 ni qo'yapmiz. Agar bizda 9 soni kerak bo'lsa, I harfini oldiga va X ni yozib qo'yamiz. Ya'ni bu yerda kichik raqamimiz katta raqamning oldida keladigan bo'lsa ayriladi, agar izidan keladigan bo'lsa unda qo'shiladi. Ya'ni buni oladigan bo'lsak, bu bizda 9, mana bu 11 farq qilar ekan. Mana bu yerda 15 raqamini ham ko'rib turibmiz. 10 va 5 raqamlar yig'indisi sifatida kelyapti. Agar bizga 90 raqami kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 ni ayiramiz 100 dan va bu bizda 90 sonini hosil qilar ekan. Demak, nopozitsion sanoq tizimlari bu katta sonlarni yozishga noqulay. Ya'ni
katta sonni yozishimiz uchun juda ko'p belgilardan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Hisob-kitob qilish ham juda qiyin ekan. Shuning uchun biz matematika va kompyuter texnikasida asosan pozitsion sanoq tizimlaridan ishlatar ekanmiz. Nega turli sanoq tizimlari kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Bu bizda har xil joyda, ya'ni kompyuterlarda yoki kundalik hayotda insonlar o'rtasida ishlatish uchun har xil sanoq tizimlari ishlatilar ekan. Biz kundalik hayotda o'nlik sanoq tizimida ishlatamiz. Sababi bizda demak 10 ta barmoqqa ham bog'lashadi, ya'ni bizda 10 ta barmoq bor va bundan tashqari tarixan shunga moslashib kelganmiz, ya'ni o'nlik sanoq tizimiga moslashib ishlatar ekanmiz. Kompyuter uchun qulay bo'lgan sanoq tizimi esa ikkilik sanoq tizimi, ya'ni 0 va 1 raqamidan ko'rib o'tganimizdek iborat sanoq tizimi edi. Endi kompyuterda ikki xil holat bo'ladi, ya'ni signal bor yoki signal yo'q. 0 raqam bo'lsa signal yo'q, agar 1 raqami bo'ladigan bo'lsa, demak signal bor. Uni qayta ishlashga ham qulay bo'lgani uchun mana shunaqangi tarzda kompyuterda ikkilik sanoq tizimi bilan yordamida ishlatilar ekan. Texnik va dasturlashda qulay bo'lgan tizimlar 8 lik va 16 lik sanoq tizimlari hisoblanar ekan. Ikkilik sonlarni ixcham ko'rinishda yozish uchun, ya'ni bizda agar har bitta narsani ikkilik son ko'rinishda yozadigan bo'lsak, bu bizda murakkabliklarni, ya'ni katta sonlar kombinatsiyasini keltirib chiqarar ekan. Misol uchun ekranlarda, kompyuterda ranglarni tasvirlash uchun RGB modeli ishlatiladi. Demak, bunda ko'rib turganimizda RGB modelda red qizil, green yashil va blue ranglar kombinatsiyasi yordamida ranglar hosil qilinar ekan. Bizda misol uchun qizil rangni hosil qilmoqchi bo'lsak, qizil rangga maksimal qiymat beramiz. Qolganlariga 0 beradigan bo'lsak, bizda demak to'q qizil rang hosil bo'lar ekan. Buni tasavvur qiling, ikkilik sanoq sistemasida yozishimiz uchun qancha 0 va 1 lar ishlatishimizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun 8 lik, 16 lik sanoq tizimidan ishlatilar ekan. Tarixiy va maxsus sohalarda 60 lik, Rim raqamlari va boshqalar. Bunda misol uchun vaqt, burchaklarning o'lchami yoki boshqa jarayonlarda boshqa sanoq tizimlari ishlatilar ekan.